Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozirda biz benzinli Motorola'lar, ya'ni Murabiyalar sotadigan joyga kelganmiz. Qaranglar, bu yerda pol kabinalilari ham bor, mana. И kabinasizlari ham bor. Har xil assortimentda bu benzinli Motorola'dan ham ko'rsating degan obunachilarimiz ko'p edi. Mana sizlar uchun arzon, optim narxlarda benzinli Motorola topib qo'ydim. Har xil turidan bor bu yerda. Shunaqalarning kabinalisi ham bor. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Zamin savdo markazidan bo'lyapti. Mana bu tomon Qo'qon, ya'ni Uchko'prik sentridan, markazdan kelish. Mana bu tomon esa Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'ondan kelish. Bu yerda Boboshbek kiyim-kechak savdo majmuasi bor. Shuni yonginasida. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Shunaqa qo'sh bortlari ham bor. Ya'ni chorvaga mol qo'y toshiyman deydiganlar bo'lsa, bozorga chiqib shuni orqasidan pul topaman deydiganlarga ham undan ham katta mana Alp Motors kompaniyasidan shunaqangi rishotkali, borti baland Motorola'lar ham bor. Bular benzinli mana. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiraverasizlar. Kommentariyamiz ochiq sizlar uchun. Assalomu alaykum, Umidjon aka, yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum, Muhammadjon aka. Zamin savdo markaziga xush kelibsiz aka. Xudo sizni ko'rganimizga juda ham xursandmiz. Rahmat aka. Ancha vaqtdan beri o'zi benzinli to'kli Motorola'larni chiqarganimiz yo'q edi. Farg'ona Arzon kanalidan xohlasa, men siz bilan birga bugun tanishtiramiz. Ko'pchilik so'rayib turadi, vaqt elektronga chiqarib, benzinli ham chiqaring deb. Mana sizlar uchun Motorola'lar, skuterlar hammasini bilan birga xohlasa, jam qilib xohlasa bugun tanishtiramiz aka. Xohlasa bir mana boshlaymiz aka. Pol kabinali zontili xohlasa. Zavodskoy zontik mana shu holatda samosival bas 2 tonna ko'tarishga mo'ljallangan modelimiz bu. 2 tonnaga yuk oladi. Albatta, motor kubi 200 kubli, xudo xolasa. 200 kubli. Antifriz radiatorlar modelimiz, balon razmerlari 512. O'zbekiston bo'yicha dastlabkasini yetkazib berishi bilan bu modelimiz, xudo xolasa 29,5 million so'mdan zontik pol kabinani yetkazib beramiz Zavodskoy. Hozir O'zbekistoncha dastlabkasi ichida 29,5 million. 29,5 million so'mning ichida dastlabkasini yetkazib beramiz. Agar o'zlari olib kelsa, undan arzon bo'ladi. O'zlari olib kelsa, yana shunga o'tib skidkasini yuboradigan cho'lda 500 mingmi, 400 mingmi yo'liga qarab mana skidka chiqarib beriladi. Chiqarib beriladi. Albatta. Endi mana bunaqa panjarali modellar 250 kubli. Ham panjarali, ham panjarasiz variantlarni ko'rsatamiz. Dastlabgacha vodiy bo'yicha 28 milliondan sotilgan 26 million so'mga yetkazib beramiz. Tanlab olishga benzinlarni. Dokumentlarni, shot fakturalarini hamma yo'g'ini yozib beriladi. 2 tonnadan 2,5 tonnagacha yuk ko'taradigan panjarali qo'y toshish, mol tashishga mo'ljallanganlar. Bular qancha rasxod qiladi? 100 kilometrga 6 litrdan 7 litrgacha rasxod qiladi. 6 litr rasxod. Ekonomishni 5 litr rasxod qiladiganlarni ham sizlar bilan ko'rsatamiz xonajon. Ichkarida bor. Ekonomishni variantlari. Endi mana bunaqangi panjarasi balandlari, hayvonlar katta modellarimizdan ham bor, 28 million so'mdan. Chorva hayvonlar bozorlarga, dehqon bozorlariga yoki borganda ya'ni mol bozor, qo'y bozorlariga boradigan yo'naqasi panjarasi balandlari, biri 20 liklari, biri 60 razmerlari bor. Xohlasa bu modellarimiz 28 million so'mdan yetkazib beramiz. 28 million so'm katta panjaraligi. Bemalol yetkazib dastlabkasi ichida qilib beramiz. Endi kabinalisi bor, benzinli modellarimiz, so'raganlarimiz yozamiz juda ham ko'p. Kabinali variantlar 2 tonnali, mashina rolli, benzinli. So'ragan obunachilarimiz bemalol mana aloqaga chiqishlari mumkin bor. Soni lekin chegaralangan. Benzinli kabinali. Kabinali benzinli mashina rolli 7 litr rasxod qiladi, 100 km 250 kubli. Sifati ham zo'r ekan. Oynalari bo'tirishga qo'yilgan 31,5 million so'mdan dastlabkasini yetkazib beramiz modellarimizda. O'ta ham full bo'lgan modellarimizdan biri Muhammadjon aka modelimiz. Yurishlari o'ta ham zo'r bo'lgan modellarimizdan biri. 31,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Shot fakturalarini hamma yo'g'ini yozib beriladi. Bor. Balon razmerlar 512 bo'ladi, 35 tachishli balonlar qo'yilgan. Panelning rushkoylari bor.
Endi mana bu yoqda benzinlarimizni kichkina katta modellari bor mana Muhammadjon aka. 1 tonna ko'tarishga mo'ljallanganlari 22 million so'mdan. 600 kg ko'tarishga, 100 kg ko'tarishga mo'ljallanganlari mana 18 million so'mdan aka. Mana bular. Bular endi nimaga narx qimmat deyishingiz mumkin, avtomat korobkalar ekan bular. Kichkina kenjatoylari avtomat bo'ladi. Oldiga orqa yurishlari darra rejimida ishlaydi xohlasa, ekonomik variantlar 3 litr sotiladi 100 ga bu kichkinalari. Endi kattalarini mana ichkarida samotsval, besamotsvallarini hozir bilan birga ko'rsatamiz. Mana bu yoqda pol kabina zavodskoylari bor, Muhammadjon aka. Zapas, bular hammasi zapaska balonlar bo'ladi, turishlari bilan bo'ladi. Modellarimiz. Mana pol kabina zavodskoy modellarimiz bor. 2 tonna, 2,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallanganlar. Pol kabina zavodskoy 30 million 500 sotilgan, 30 million so'mdan dastavkachi yetkazib berib turibdi. O'zbekiston bo'yicha avtomatlar mana bu yerga rejimlari qo'yilgan, o'zi avtomatik masni ko'tarib chiqaradi. 250 kubli lekin buni 100 kilometrga 7 litr asfalt qiladi. 7 litr. Yurishlari o'ta ham zo'r. 2 tonnadan 3 tonnaga cho'kib bemalol ko'tarib tushiradi. 2 xil rangda kelgan. Qizil, mokrisi ham bor ekan buni. Voyenniy rang, 3 xil rangga kechirasiz. 3 xil rangda kelgan ekan buni sotuvda. Mana ichkarida mana bunaqangi rangichalari bor. Samotsval и besamotsval variantlar. И qo'sh balonlilari ham keldi zamin savdo markaziga. Benzinli motorlarimiz. Qo'sh balonli ham bor-a? Qo'sh balonlilarigacha keldi. Bemalol aqacha so'rashlari mumkin. Mana bu yoqda benzinli modelimizda 2,5-3 tonnali. Bu bort razmeri 220 ga 140 razmerlar. 220 ga 140. Ha. Mana bu yoqda panjara zavod panjaralarni qo'yishlari mumkin. 2 tonnadan 3 tonnagacha ko'taradi. O'zi mana bu yerda knopkasi qo'yilgan rejimga, mana aytdim knopkani bossa, o'zi ko'tarib avtomatik tushadi, mana qo'yib ketilgan. 200 kubli 6 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. O'sha yangicha modelda, yangicha ko'rinishda ishlangan samotsval antifrizli modelimiz. 30 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida bu modellarni yetkazib berib turibmiz. Bortlar profillari двойной bo'ladi bunda. O'ta ham qulay, full bo'lgan modelimiz, hamma yog'i mustahkam holatda ishlangan. Bu samotsvalga. Xuddi shuni samotsval qo'sh balonlisi ham bor aka. Qo'sh balonlisi. Ha, 3200 dollardan qilib berilyapti. Qo'sh balonli samotsval. Samotsvalligi ham, samotsvalsizligi ham qo'sh balon 4 talik bo'ladi. Bort razmeri 260 bo'ladi. 260 bo'ladi. Ha, bundan 40 sm uzun bo'ladi. 40 sm uzun bo'ladi. U modellaridan ham bor. Endi mana bu yoqda shuni xuddi shu modelimizda samotsvalsiz varianti. 26 million so'mdan dastavkasi ichida projektorlari o'zimizning elektroniga o'xshab 4 tadan terilgan. Bu yog'ida 2 ta, bu yog'ida 2 ta qilib terilgan. Zakaz qilgan holatda buni olib keltirganmiz, xudo xolasa. 2,5 tonna ko'tarishga mo'ljallangan. Ichida zavodskiy troslargacha bor. Hammasida bor zavodskiy troslari. Zapas balondan kirat, ключ, hamma yo'g'i o'zicha qo'shimcha jihozlari bilan xudo xolasa qilib beriladi. Pasportlarini bemalol tashrif mijozlarimiz onlayn orqali xarid qilishlari ham mumkin. Rasmlarini, videolarini, ma'lumotlarini hamma yo'g'ini tashlab beriladi. Kaskalari o'zi bilan spesial mana bunaqangi o'zini spesial kaskalari bilan beriladi. Kaskalar bilan katta kaska bo'ladi, ya'ni yumshoq deydi, ichlarini keng holatda mana bunaqangi zavodskiy kaskalari bilan qilib beriladi. 26 million so'mdan dastavkalari ichida. Benzinli to'kli motorlar qayerda qancha ko'rdingiz, ko'rgan joylaridan o'tib beriladi skidka narxida. Arzon. Benzinli motorlarimizda ham, to'kli modellarimizda ham xohlagan turida, xohlagan modellardan o'tib beriladi. Endi mana bu yoqda benzinli modellarimizda skuterli variantlarini ko'rsatib o'tamiz siz bilan birgalikda, Muhammadjon aka. Benzinli so'ragan obunachilar juda ham ko'p kommentarlarga yozishadi, benzinlarni ham sizlar ko'p faqat to'klik chiqarasizlar deb, xolasa mana benzinni ham bugun siz bilan birgalikda to'kli variantlarini ham mana yoritib boramiz. Mana tank modellarimiz. 11 million 800 sotilgan, 11 million so'mdan mana prostoy variantlarni narxini tushirdik. Buni oldida bachokchalari yo'q, yon tomonlarida. Endi mana bu yoqda dastavchilik, kurerlik xizmatlarga mo'ljallanganlari bor mana bu yoqda. 11 million 800 ming so'mdan Redline modelda ishlab chiqarilganlar mana. Ko'rinishlarini ko'ryapsiz. Mana qo'limizda jitsi. Hujjatlarini ham xudo xolasa hamma yoq dokumentlari bilan bo'ladi. Qolgan mijozlarni hudud bilan pasportlashib bersa, xudo xolasa qilib beriladi. 11 million 800 ming so'mdan tanlab olishga 3 xil rasvetkasi, 3 xil modelda xudo xolasa bor.
Yonishlari akkumulyatorni o'tirib qolmagan bo'lsa, mana svetlarni bitta yoqib ko'rsatamiz. Onajon aka. Yondimi svetlari? Ha, svetda yondi. Hozir akkumulyatorlari sal silma bo'lib qolibdi. Slabiylashi. Ko'rib tekshirib qo'yamiz, xohlasa. Ana shu nimada juda ham moshniy holatda yuradi bu modellarimiz. Endi buni sal kattarog'i, yangicha chiqqan modelimiz 12 million 300 ming so'mdan. 12 million. Chaqmoq degan modelimiz, oldi farasi, chaqmoqqa o'xshab turadi tankimizni. Bu tank shu deyiladi. Biz endi o'zimizga moslab adashmalarga chaqmoq deb qo'yilgan modelimiz 12 million 200 ming so'mdan bu modellarimizni yetkazib berib turibmiz, xohlasa. 150 kubli, 100 kilometr 250 gram 250 gram benzin rasxod qiladi. yo'q, kechirasiz 2,5 metr rasxod. 2,5. Bosganda Ha. 100 ga 2,5 metr rasxod qiladi. Lekin mana bu kichiroqlari 2 litrgacha rasxod qiladi. 150 kubli. Endi mana bu yoqda mana rasxod qiladigan 4 litr rasxod qiladiganlari bor, ularimizni. Dastavkasi ichida yetkazib berishni 30 million so'mdan yetkazib beramiz. Bayklarimizni. Xohlasa 25 millionliklari bor, 24 millionlik bayklarimiz bor. Arzon so'ragan mijozlarimizga arzon versiyadagi arzon model bayklarimizgacha hozir sotuvlar mavjud. Bu anaqasi kubami? Necha bo'ladi? 400 kubli bo'ladi. 400 kubli bu. Ha, bunaqa modellar 400 kubli bo'ladi. Bu modelimizdan ham xudo xohlasa bor. Bemalol mijozlarimiz kelib, yo bu yerda haydab ko'rishlari mumkin yoki trassamiz bor mana degan, mana bu yoq maxsus. Bu joyda minishlari mumkin, xudo xohlasa. Assortiment juda ham ko'p, benzinli, turkli modellarimizda. Hozir bu yerga olib chiqilmagan, yig'ilmaganlar variantlarimiz ham ko'p. Xudo xohlasa keyingi videolarda tanishtirib boramiz bu modellarni. Asosiy benzinli motorollerlarimiz bu yoqda. Yana bittasi tanishtirib o'tamiz. 26 million so'mdan panjarasi baland modelni o'rni bu yoqda turibdi. Ko'rsatma shuni bu yoqda yoritib qo'yasiz. 26 million so'mdan 26 million beramiz. Tashqarida turibdi. Panjara 25 million so'mdan ham qilib beramiz. Ham Farg'ona Obzor kanalidan chiqdi desa, 25 million so'mdan panjarali katta 2025 10-oyda kelgan modelimiz bor, xohlasa yetkazib beramiz. Xo'p, mana o'sha 25 million so'mlik dastavkasi ichida benzinli 200 kubali Murave, ya'ni Motorolli. Panjarasini qaraydi, balandligini. Chorvaga zo'rda bular. Qo'y mol toshigani. Kimga kerak bo'lsa shu Motorolliga telefon qilaverasa, pastki nomerga dastavkalar mutlaqo bepul bo'ladi. Mana assortimentni ko'rib tursa, nihoyatda ko'p.